Bugun elektr energiyasisiz hayotni tasavvur qilish qiyin. Uyimizda yonib turgan chiroq, ishxonadagi kompyuter yoki ko'chadagi yoritish tizimi barchasi elektr hisobiga ishlaydi. 1 kilovat elektr energiyasi qanday qilib ishlab chiqariladi? Agar buning tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mamlakatimizda elektr energiyasining asosiy qismi issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. 1 kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun esa o'rtacha 300 grammga yaqin ko'mir yoki 0,3 kub metr tabiiy gaz sarflanadi. Endi bir kun ertadan kechgacha keraksiz holda yoqib qolgan birgina chiroq qanchalik byudjetga zararligini va ortiqcha sarf xarajatligini, isrofgarchilik keltirib chiqarishini o'zingiz tasavvur qilib ko'ravering. Energiya resurslar avvalo iqtisodiyot tayanch. Har qanday iqtisodiyot, har qanday mamlakatda bu energiya resurslar orqali iqtisodiyot barqaror ishlaydi va iste'molchilarga elektr energiyasi, tabiiy gaz, suyultirilgan gaz, boshqa turdagi energiya mahsulotlari yetkazib beriladi. Yana bir boshqa jihatdan energiya resurslarini qazib olish, yetkazib berish bir murakkab jarayon va u yer osti boyliklarimiz hisoblanadi. Yer osti boyliklarimiz esa yildan yilga kamayib boryapti. Bu hech kimga sir emas. 8,7 million elektr energiya iste'molchilari bor. Yetkazib beruvchi korxonalar bilan iste'molchilar o'rtasida imzolanadigan shartnomalarda iste'molchilarning bir qator huquqlari bilan birga ularning majburiyatlari ham ko'rsatib o'tilgan. Ming afsuski, mana shu iste'mol madaniyati bilan bog'liq energiya resurslaridan oqilona foydalanish kerakligi yozilgan bandlarga va tushunchalarga ko'p ham e'tibor beravermaymiz. Juda ko'p mamlakatlarga, chet elga chiqqanimizda ko'ramiz, rivojlangan mamlakatlarda, mehmonxonalarda, ko'chalarda faqatgina foydalangan paytida chiroqlardan yoki issiqlik manbaidan foydalanishi, gaz manbaidan juda kam hollarda foydalanishini kuzatamiz. Lekin bizda bu masalaga juda ham e'tibor kam. Iqtisod tili bilan aytadiganda bir birlik tovarga yoki bir birlik xizmat ko'rsatish birligiga, shartli birligiga ishlatadigan energiya resurslarimiz rivojlangan mamlakatlarga nisbatan qariyb 3 barobar ko'p. Bu olimlar tomonidan isbotlab, tahlil qilingan holat. Biz o'shani birga bir darajada harakat qilishimiz kerak. Hamma o'zidan o'tkazish kerak. Buning uchun yosh kattalar, ayniqsa mutaxassislar o'rnak bo'la olishi kerak. Natijada mamlakatimizda energiya samaradorligi va tejamkorligiga erishishimiz mumkin bo'ladi. Bugun dunyo miqyosida energetika zaxiralari tobora kamayib borayotgani sir emas. Har qanday holatda ham uni isrofgarchilik bilan ishlatishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Shu bois davlatlar uchun ushbu resursning muqobil manbalarini topish va joriy etish barobarida tejamkorlikka katta e'tibor qaratilyapti. Shu jumladan mamlakatimizda ham bu borada tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zagroinspeksiya tomonidan ham poytaxtimiz hududlarida energiya tejamkorligi bo'yicha nazorat tadbirlari o'tkazildi. Menimcha iste'molchiga tovaringiz ko'rinadi. O'chiringchi endi. O'chiring, seviting. Hammasini o'chiringchi. Mana ko'rinyapti-ku. Kunda yorug' vaqti soat 9:30. Xabarlaringiz bor-a? Ma'muriy 100-modda elektr energiyasidan behuda foydalanish mumkin emas. Agar mana chiroqlaringizni o'chiring, bilasiz, kunda yorug' vaqtida elektr energiyasidan behuda foydalanish mumkin emas. Mana bu yoqda ham qarang. Mana yorug' kun, quyosh chiqib turibdi. Bunisini ham bu sizgami? Naryodagi. Dastlabki manzil Osiyo ko'chasi bo'ldi. Tong yorishgan bo'lsa-da, yoritgichlar, kichik savdo tarmoqlari, do'konlar chirog'i yoniq holda qoldirilgan. Inspeksiya xodimlari holat yuzasidan sotuvchilarni ogohlantirib, energiyadan oqilona foydalanish bo'yicha tavsiyalar berdi. Keyingi lokatsiya Parkent bozori. Ushbu nuqtadagi dehqon bozorida ham tashqi chiroqlar yoqiq holda qoldirilgan. Kunning yorug' vaqtida chiroqlar yoniq turibdi-da. Xabaringiz bormi? Hozir o'zimiz kelib o'chirtiryapmiz. Elektr energiyani behuda sarflanishga kiradi-da xo'jaliklarsiz. Yo'q, uni bilaman, undan xabarim bor. Hozir mana o'chirdilar. Bundan o'zgarish yo'q, ko'rdingizmi? Ishchi guruh a'zolari elektr simlarini tartibga keltirish yuzasidan ogohlantirish berdi. Inson hayotiga xavf soladigan omillardir. Bu chunki bu yerda inson yuradi. Bu temir ustuniga tegsa agar bundan elektr to'kini o'tkazadi. Xabaringiz bormi? Kim sizda elektr xo'jaligiga javobgar shaxs? Men bunga xo'jayim bo'ladi, uni ham yapasini. Olib kelaman deb kalsiy ketdi, hammasi hozir. Chaqirtiring, ularni qilib bartaraf qilish kerak bu narsalarni. Yashnobod tumanidagi savdo rastasi hamda ovqatlanish restoranida ham chiroqlar o'chirilmagan. Bizga energiya inspeksiya xodimlari keldi. Biz svetni kun yorug' paytida yoqqanimiz uchun tushuntirish berdi. Ular esa endi bundan buyog'i yoqilmagan svetlarimiz vaqt-vaqtida o'chiriladi.
tashqarida svetlar yoqib kelgani uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu holat boshqa qaytarildi. Ma'lumki, bugungi kunda energiya resurslaridan oqilona va samarali foydalanish maqsadida nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Ya'niki tadbirkorlik subyektlariga, iste'molchilarga tushuntirish ishlari profilaktika tarzida o'tkazilmoqda. O'zenergiya inspeksiya ishchi guruhi tomonidan Toshkent shahridagi ya'niki ko'chalarda kunning yorug' vaqtida, ya'niki elektr energiyasidan, ko'cha chiroqlaridan behuda foydalanish holatlariga choralar ko'rilmoqda. Ma'muriy jinoyat kodeksining 100-moddasiga ko'ra, elektr energiyasidan behuda, samarasiz va xo'jako'rsinlarcha foydalanish holatlari uchun javobgarlik belgilangan. Unga ko'ra, mansabdor shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 15 baravargacha jarima solishiga sabab bo'ladi. Tadbirkorlik subyektlari, ya'niki maishiy xizmat ko'rsatish binolarida deysizmi, yo bo'lmasa ko'cha chiroqlarida behuda foydalangan tadbirkorlik subyektlariga choralar ko'rilmoqda va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Kelgusida energiya resurslaridan oqilona foydalanish holatlarini, ya'ni yana ham kengroq targ'ibot qilish maqsadida ishchi guruh ishlari, nazorat tadbirlari davom etmoqda. Tumandagi aviasozlar dehqon bozorida ham xuddi shunday O'zagroinspeksiya xodimlari holat yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirdi. Bozorimizda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarimizga elektr energiyadan behuda foydalanmaslik uchun ogohlantirish olib borganmiz, tushuntirish ishlarini olib borganmiz. Kechasi foydalanishga, kunduzi behuda isrof qilmaslikka elektr energiyamizni tadbirlarda o'tkazganmiz. Ayrim tushunmagan tadbirkorlarga energiya inspeksiya xodimlari ham tushuntirish ishlarini olib bordi. Bugungi holat bo'yicha o'z energiya inspeksiya xodimlari bilan birgalikda ogohlantirish berildi tadbirkorlarga. Bu holat qayta takror bo'lmasligi uchun chora-tadbirlar ko'ramiz. Har kuni o'zlarimiz bozorimiz tadbirkorlari bilan suhbat o'tkazib, o'zimiz tartibga olamiz. Davlatimiz rahbarining yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishning oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Hujjat ijrosini ta'minlash maqsadida 2025-yil elektr energiyadan behuda foydalangan iste'molchilarning 13464 ta quvvati 3642 kilovat bo'lgan qurilmalar tarmoqdan ajratilgan. Iste'molchilarda 4064 ta nostandart gaz jihozlari aniqlangan. Xo'sh, kunning qaysi qismida yoritgich chiroqlardan foydalanish kerak? Biz bu borada yurtdoshlarimizning fikrlari bilan qiziqdik. Kunduz foydalanish ham cho'ntagimizga, ham davlatimizga ziyon. Imkon qadar tejagan ma'qul. O'zimiz foydalanamiz, kelajak avlodga kerak-ku baribir. Imkon qadar o'chirib qo'yilgani yaxshi. Ekonom qilgan ma'qul-da, shunchagizga ham, o'z daromadingizga ham hamma yoqqa yaxshi. 1 kilovat elektr energiyasi oddiy raqam emas. Uning ortida tabiiy resurs, inson mehnati va juda katta xarajatlar turibdi. Uni isrof qilmay tejasak, fuqarolik burchlarimizdan birini ado etgan bo'lamiz.